Davom etayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda uning hududiy bo'linmalari tomonidan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni Telegram messenjerlarda turli xil nomdagi botlar orqali amalga oshirilayotgan noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Mazkur botlar faoliyatini boshqarib kelgan shaxs 2 oy avval Jinoyat kodeksining 278 moddasi 3-qismi A bandi bilan sudlangan va u jinoiy harakatlardan xulosa chiqarmagan. 1999-yilda tug'ilgan, professional futbol klubi sobiq futbolchisi bo'lgan. Hozirga qadar bolalar oromgohida jismoniy mashg'ulotlar o'tib kelayotgan bu fuqaro bir nechta narkoshoplar faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yadi. Olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida unga tegishli Telegram botlari orqali giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar savdosidan qabul qilingan mablag'larni kriptoaktivlarga ayirboshlash va o'tkazish bilan bog'liq moliyaviy operatsiyalarni o'ziga tegishli kripto birjasidagi akkaunt orqali amalga oshirganligi aniqlandi. Noqonuniy faoliyati davomida jami 550 million so'mdan ortiq pul mablag'larini turli kripto hamyon manzillariga yuborgan. Mazkur holat yuzasidan jinoiy qilmishni takroran sodir etgan shaxsga nisbatan kuchaytirilgan jazo chorasi qo'llanilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Agarda siz ham shubhali faoliyat va shaxslar haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Telegramdagi Stop Narkobot va ekranda ko'rsatilgan Call markaz ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'raymiz. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari respublika hududlari bo'ylab izchil davom ettirilmoqda.